16-iyun kuni poytaxtdagi restoranlardan birida aktyor Shahzod Sultonovning nikoh to'yi bo'lib o'tdi. Tantanali tadbirda o'zbek shou-biznesining ko'plab vakillari ishtirok etdi. 9-iyun kuni aktyor o'zining Instagram sahifasi orqali qonuniy nikohdan o'tganini ma'lum qilgan edi. U intervyularda turmush o'rtog'i tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotganini bildirib, onasi ham shifokor kelini bo'lishini orzu qilganini aytib o'tgan. Aktyorning so'zlariga ko'ra, rafiqasi o'zidan 12 yosh kichik bo'lishiga qaramay, ularning munosabatlarida bu farq sezilmaydi. Juftlik ilk marotaba uchrashganlarida ularning dunyoqarashi, qiziqishlari hamda fe'l-atvori bir-biriga mos kelgan. Shuningdek, Shahzod Sultonov oilasi o'zaro muhabbat asosida qurilayotganini ham qo'shimcha qilgan. Ma'lumot uchun, Shahzod Sultonov 1996-yil 27-yanvarda Toshkentda tug'ilgan. Ko'plab klip va filmlarda turli obrazlari bilan tomoshabinlarga tanilgan.